Assalomu alaykum. Hikol Agrofarm obunachilari. Bizdan ko'pchilik so'rashyapti, quyon qapaslari razmerlari haqida qisqacha ma'lumot bering deb o'tishyapti. Bugun qisqacha bir ma'lumot berib o'tamiz. Qapasimiz uzunligi 2 metr, eniga 1 metr. 2 ga 1, ya'ni 2 ga 1. Xo'p, bo'tgacha balandligi 40 cm dan bo'ladi. Har bitta quyon qapas turgan joyi 40 cm. Ya'ni 40 ga 40. O'shanda 2 metrga 4 ta bo'linadi. Yerdan balandligi 60 cm bo'ladi. Tigini ham tozalash juda udobni. Quyonlaringiz bemalol sig'ishadi. Bemalol yotishadi, mana ko'rishingiz mumkin. Raddonxonasini ko'rsatib o'tirgan bo'lsak ko'rishingiz mumkin. 30 ga 40. Har bitta raddonxonasi 30 ga 40. Ya'ni bitta plastmassa yashuni yarmini kesib qo'ysanglar bo'ladi. Qapasimizga nima ketdi deb aytsanglar, payilka, nippel, o'zlari xalq tilimizda nippel. Har bitta nippelimiz 6 mingdan tushgan Qoraqamchi bozorda sotadi. Har bittasida bor. Karmushkamiz 25 mingdan olingan. Eng pastki qalin listovoy setka. Biriga bir razmerda yem don hammasi tushib turadi bo'nglarigacha. Bu setkamiz 2 ga 1 ligi emas, bitta listda, bitta quyon, 5 ta quyon ketadigan joy olingan bo'lsa, 160 ming so'm olingan. Обычный setka bu yo'q. Buni 25 metrli rulonni olganman, katta rulonni. Rulon 250 ming tushgan. Bitta rulon 4 ta quyonxonaga yetadi. 4 ta quyon qapas yasashga yetadi. Ko'rishingiz mumkin, 4 ta. 2 ta bu yoqda, 2 ta bu yoqda. Qapaslarni bitta obzor qilamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yog'ini sal boshqacharoq yasaganmiz. Bu yoq baliq quyonlar uchun. Buni ham o'rtasida bo'lsa bo'ladi, hatto biz bo'lmaganmiz, katta ochiq qo'ydirganmiz. Bolalari keng joyda yurish uchun. Bu ham xuddi shu razmer. 2 ga 1, balandligi 40. Har bitta xonasining o'rtasida bo'lsa bo'ladi, lekin biz bo'lmaganmiz. Bu esa o'sha mashhur Prince boshlagan quyonxonamiz. Oddiy shkafdan yasab qo'yganmiz. Birinchi shu quyonlarni shunda olib kelganmiz, hali ham shunda turishibdi. Mashti barcha quyonlar, barcha ko'rayotgan quyonlar, mashti quyondan farqlangan. Bizani kuzatishda davom etinglar, like va podpiska esdan chiqmasin. Qiziqarli videolarimiz hali oldinda.